Hozirda milliarder toifasidagi har bir inson o'zidan oldin mana shu milliarder bo'lgunicha minglab xatolar qilgan degan bir jumla o'qib qolgandimda. Demoqchimanki, bu xatolarni bu hammasi bizga qo'shimcha bilim beradi. Har bitta yo'nalishda bu xatodan qo'rqish kerak emas. Yana o'sha jumla esimga kelib qoldi-da, hozir shunga yana qo'shib. Men yaqinda o'yladim, meni tanishlarim ichida eng ko'p xato qilgan odamlar kim deb o'yladimda, Zafar aka Hashimov, Jahongir aka Abdulxo'jayev. Eng boy odamlar, eng ko'p hayotida xato qilgan odamlarda. Chunki mana Yandexdan bir marta so'raganman konferensiyada, qanday qilib sizlar ular yangi loyihalarni ko'p zapus qiladi-ku. Masalan, 10 ta loyiha zapus qildinglar, nechtasi qanaqa uspешный, o'sha muvaffaqiyatli bo'lsa, sizlar uchun anaqa, yaxshi ko'rsatkichga desam, menga juda yaxshi narsani aytdi. Bizga qancha kam muvaffaqiyatli bo'lsa, shuncha ko'rsatkich yaxshi degani. Nimaga desam, aytayaptiki, demak biz sinab ko'rmaganmiz ko'p. Agar 10 tadan 9 tasi to'g'ri chiqqan bo'lsa, juda ham yomon ko'rsatkich Yandex uchun. Yetarli sinalmagan. Agar menga 100 tadan 9 tasi chiqsa, bu juda ham yaxshi ko'rsatkich degan.